Barchaga assalomu alaykum, hurmatli Global Mail obunachilari. Bugun biz sizlarga xudo xolasa qo'limizdagi flagman modellar hamda sveji hali O'zbekistonda hech kim ishlatmagan, inshaalloh S modellarni tushirgan. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Qo'limdan kelgancha men sizlarga chegirma qilib beraman. Smartfonlar narxi ma'qul kelsa, pastdagi yoki tevadagi nomerlarimizga murojaat qilinglar. Har bitta zakaz bergan smartfonlarni O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul tezkor bitta pochta orqali yetkazib beramiz. To'lovlar oldindan 200 ming, qolgani qo'llaringga borgandan keyin xudo xolasa to'lov qilishi ham mumkin. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon markazida, Qoq markazida joylashgan Anson majmuasining kirganlarida chap qo'ldagi birinchi telefon magazin xudo xolasa. Qo'limda hurmatli obunachilar, Samsung S22 5G smartfonimiz. O'zi kontaktniga qaramay, prosessorlar Snapdragon 8 Gen 1 prosessor hamda operatika 8, xotiralari 256. Xo'p, 100% afsona o'tgan holatdagi S22 5G smartfonlarimiz sizga qaysi ranglisi yoqsa, o'zingizga mosini tanlab zakaz bering. Bu smartfonlarimiz hali O'zbekistonda ishlamagan, holatlari o'ta ham a'lo darajada, xudo xolasa, narxlari esa super arzon narxlarda $250 tashkil qiladi. Shunaqangi yoqimli, seriozli, o'zingizga mos qaysi rangni yoqtirsangiz, xudo xolasa, bemalol zakaz beraverasiz. Ketidan sizga hozirgi kunda eng ko'p sotiladigan smartfon bu, albatta qo'rqmay ayta olamiz. S22 Plus 5G smartfonlar. Smartfonlar qaranglar, jozibasi o'ziga yarashib turadi, ranglari ham o'zgacha, seriozli qora hamda yoqimli oq rangda. Xo'p, operatika 8, xotiralari 256, prosessorlari Snapdragon 8 Gen 1 prosessordan jihozlangan, batareya amperlari esa 4500 amper bilan jihozlangan. Smartfonning holati juda ham tiniq holatda, ekranda hech qanaqangi muammosi yo'q. Faqat shu bo'lsa, cho'l ustida bir yinani 3 deb aytmoqchi bo'lishi mumkin. Albatta, erinmay sizlarga video o'qib beramiz. Telegramdan yozinglar. Biz sizlarni har doim borini aytib video qilamiz. Chunki bizda yolg'on xudo xolasa bo'lmaydi. Video qilib ko'rasizlar. Telegramdan yozsanglar video qilib tashlaymiz, ko'rasizlar. Ma'qul kelsa zakaz berasizlar. Bu smartfonlar men sizlarga super arzon narxlarda atiga $267 dan taklif qilaman. Tanlov o'zlaringda, xohlasalar oqidan, xohlasalar qora ranglisidan bemalol zakaz berasizlar. Xo'p, bu smartfonni to'ralar tomonidan salafanlar olinmagandan kirib keldi. Snapdragon 8 Gen 1 prosessor bilan jihozlangan, bitta buklanishi bilan kontaktni zo'r smartfonga aylanadi. Xudo xolasa smartfon o'ta ham a'lo darajada holatda. Uning ustiga 100% afsona o'tgan yana bir plus tomoni eSIM-larigacha o'tgan, xudo xolasa bemalol bitta sim kartda 5 ta eSIM-lar olaverasiz. Smartfon o'ta ham a'lo darajada. Erinmay ko'rsatamiz mana. Taydagi yonlarda salafanlar turibdi, xuddiki yangidek holatda bu smartfon. Xo'p, Z Flip 4 5G smartfonimiz, operatika 8, xotiralari 256, batareyalar esa 3700 amper bilan jihozlangan. Smartfonni bundan oldingi videolarimizda ham $255 dan qo'ygan edik. Men sizlarga shunaqangi ideal holatdagina 4 dona bir-biridan tiniq holatdagi smartfonlarimizni super arzon narxlarda xudo xolasa $230 dan taklif qilaman. Tanlovlarga qarab o'zingizga yoqqan ranglisini xudo xolasa zakaz beraverasizlar. Endi faqat Koreya uchun chiqarilgan, boshqa hech qaysi davlat uchun chiqarilmagan Samsung S10 5G smartfonimiz. Operatikalar 8, xotiralari 256, 4500 amper bilan jihozlangan, uning ustiga 100% afsona o'tgan. Nimaga men afsona deyman? Bu smartfonlarda bank ilovalaridan ham hech qanaqangi muammosi bo'lmaydi. Ideal sostanadagi S10 5G smartfonlarimizni arzonlashtirilgan narxlarda, hurmatli obunachilar, $175 dan hoziroq pastdagi nomerlarimizga murojaat qilinglar. Atiga 4 dona shunaqangi ideal holatdagi sizlarga muntazir. Xudo xolasa aytganimdek, zakaz bersalaring to'lovlarni oldindan 200 ming qilasizlar, qolgani qo'llaringga borgandan keyin tovarni ko'rib to'lov qilib berasizlar. Smartfonning ingichkaligiga e'tibor beringlar. Bu smartfon S25 Edge smartfoni. Operatikasi 3900 amper, batareyasi operatikasi 12, xotiralari 256, batareyalar esa 3900 amper bilan jihozlangan, SIM Plus eSIM-largacha o'tgan, ideal sostanada xudo xolasa. Bu smartfonning hozirgi kunda yangisi $1000 dan teva turadi. Men sizlarga O'zbekistonda hali ishlamaganini $620 ga taklif qilaman. Bitta nuqtasi bo'lsa smartfonni sirazi qaytarib olasiz. Qo'lingizda ham qani ishlashlarini juda ham tez smartfon, xudo xolasa plusga arziydi. Xo'p, keyingi smartfonimiz Samsung S23 Plus 5G smartfonimiz. 4700 amper batareya, 8 ga 256 hamda 8 ga 512 xotirali, SIM Plus eSIM-largacha imekadan albatta 100% o'tgan. Narxlari esa hurmatli obunachilar sizlarga chegirma qilgan holatda 256 360 ga, 512 tayin esa $375 ga taklif qilaman. Tanlovlarga qarab xudo xolasa zakaz beringlar. Smartfonlar narxiga stoyishi
uyaltirib qo'ymaydi. Smartfon o'ta ham a'lo darajada. Endi A56, A55 olishga shoshilmanglar, chunki men sizlarga super arzon narxlarda SIM hamda plus eSIMlargacha o'tgan ideal sostenadagi S23 FE smartfonlarni taklif qilaman. Bu smartfonlarning batareyasi 4500 ampere, xotirasi 256, operatikasi esa 8 hurmatli olasizlar. Hozirgi kunda 56 ni ham 270-280 dollarga 256 aylan olasizlar. Men sizlarga yangidek holatdagi S23 FE smartfonlarimizni super arzon narxlarda 270 dollardan bir emas, narx 5 ta bir-biridan tinig'ini taklif qilamiz. Telegramdan yozinglar. Har bitta smartfonni, zakaz bergan smartfonlarni video qilib tashlaymiz. Yoqsa xudo xolasa zakaz bera olasizlar. Xo'p, keyingi smartfonimiz rangini qarang. S25 Plus 5G. Operatikasi 12, xotirasi 256, batareyakalari esa 4900 mAh akkumulyatordan jihozlangan. Bir dona nuqtasi bo'lsa, sirasi orqasiga qaytaraverasiz, hurmatli do'stlar. Yangidek holatdagi bu smartfonimizni super arzon narxlarda 585 dollarga, hatto hozir 600-590 ga S25 sotilyapti. Ketidan men sizlarga S24 Plus 5G, operatikasi 12, xotiralari 256, 4900 mAh akkumulyator, SIM plus eSIMgacha o'tgan. Mana erinmay ko'rsataveramiz, qarang. Birorta nuqtasi yo'q. Ideal sostenada, narxi esa 455 dollarga. Xo'p, 108 megapiksellik kamera, Snapdragon 8 Gen 1 protsessorga jihozlangan 12256 hamda 12512 S22 Ultra smartfonlarni sizlarga montajlash hurmatli do'stlar. Sizga qaysi ranglisi yoqadi? Siz bizga zakaz bering. Biz sizga shunaqangi to'rala tomonida salafanlar olinmagan ideal sostenada, salafani bo'lmasa ham petnosi yo'qlardan ham taklif qilamiz. Ranglari ham o'ziga yarashib turibdi. Undan tashqari, seriozini xohlaganlar uchun keng kolleksiyada qora ranglardan ham bor. Smartfonlar hali O'zbekistonda hech kim ishlatmagan. Operatikalarni aytib o'tdim. 12 operatika ham 256 hamda 12 ga 512 talik. Oq, grey hamda bardoviy eng hadovoy bo'lgan green ranglisi. Qarang smartfonda. Bu smartfon chiqqaniga salkam 4 yil bo'ldi, lekin smartfon o'zini holatini yo'qotmagan. Ideal sostenada, uni ustiga aytganimdek 100% ofitsialniy o'tgan, ekranlarda hech qanaqangi muammosi yo'q bu smartfonlarimizni. Eng tinig'ini 390 dollardan, agar ichida B+ holatdagi bo'lsa 370 dollardan qilib beramiz. Xudo xolasa tanlovlarga qarab zakaz bera olasizlar. Endi akkumulyator jihatdan nihoyatda muammo bo'lmaydigan 4800 amper batareyaga, 8 ga 256 S21 Plus 5G smartfonimiz. Smartfon puliga stoshi bo'ladi, xudo xolasa. Narxi ham chegirma qilgan holatda sizga har bittasini ko'rsatib o'taveramiz mana. Bitta agar nuqtasi bo'lsa, narxidan o'tib beramiz. Lekin bizdagi B+ holatdagi smartfonlarda ham ekranida hech qanaqangi muammosi bo'lmaydi, hurmatli do'stlar. Biz shunaqa qilib sizga ko'rsatamiz, yo'qsa zakaz berasiz. Qarang. Bu smartfonni men sizga super arzon narxlarda 220 dollardan taklif qilaman. Agar ichidan B+ holatdagi chiqib qolsa, 200 dollardan xarid qilaverasiz. Bundan qora, silver hamda violet ranglari mavjud, xudo xolasa. Video cho'zilib ketmasin deb hammasini termadik. Endi eng ko'p sotilgan smartfon, eng puliga sto'shisi bu albatta S21 5G smartfon. Sizga nechta kerak S21 Plus? S21larda biz sizga xudo xolasa eng zo'rlarini, eng arzon narxlarda boshqa do'konlarni bemalol solish huquqi egasi, solishtirib zakaz beraverasiz. S21da eng tinig'ini 195 dollardan, agar ko'rsatilingan joylari bo'lsa, ekranda hech qanaqangi muammosi yo'qlarni esa 175 dollardan 20 dollar arzoniga xudo xolasa xarid qiling. Inshaalloh B plusini ham, A minusini olsizdan baraka topasiz. Pastdagi yoding tevarak nomerlarimizga murojaat qilinglar. Har bitta zakaz bergan smartfonlarni xudo xolasa biz tezkor bitta pochta orqali bepul yetkazib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.